Assalomu alaykum Muslima Shop kanalimiz obunachilari. Bizga shunaqa chiroyli hamma kutgan narsa kelgan. To'g'risini aytsam, hozir kiryapti. Model qizimizni kutmaymiz ham, shunaqa ko'rsatib yuboramiz. Chunki u kiyib buni obzor qilguncha bo'lmay tugab ketadi. Buni oldi 3 burchakligi malamerka edi. Oldini mana bunaqa o'zimizni modelda qildirdim. Rossa zo'r pom-pombax nusxa. Hamma kutyapti. Manaki hamma kutgan, rosa chiroyli. Nusxalarini qarang, rosa zo'r. 60 gacha razmer, ulgurib qolingizlar. Soni jab ko'p emas. Yana chiqsa bir 2 pochka chiqadi. Soni kamroq, o'shaning uchun juda ko'pchilik so'ragandi bu ko'ylakni, juda ham ko'pchilik. Kelgan mana shu ko'ylakni so'rab kelgan, rosti bor. Narxi 150 ming so'm. Bu narxga bor, to'g'risini aytsam, hozir bir joyga o'tirsangiz qorningiz to'ymaydigan pulda. To'g'risini aytganda 150 ming so'm. Razmeri ham chotki. Buni shuni o'zim attay mana shu fasondan qildirdim. Bemalol ko'kraklari bor, yelkalari bor, bileklari bor, ayollarga ham shunaqa zo'r kelaveradi. Eki mana bunaqa ko'ylak kiygan. Gulnoz shuni ham ochib bordi. Gulini kutib o'tiramizmi? Guli kelib uni kiyib ana qilguncha o'sha ko'ylak tugab ketib, ko'pchilik ololmay qolyapti. Tugab ketibdi-yu deyishyapti. Mana qarang, ana buni asalligini, orqasini ham burda sen buni orqalarini chiroyli yelkalaridan ushlab ko'rsatgan. Rosa ham zo'r. Matosi Belmondo. Вообще chiroyli. Shokolad ko'ylak bor. Buni 3 xil, 4 xil rasvetkasi bor. Yana rasvetkalari kelgan, bir ko'rsatib yuborsang, ulgursa obunachilarimiz ko'rsin. Faqat shoshilamiz. Mana bejivisidan bor. Bejivisi bor, lekin bardoviy bor. Bundan qora bor. Bejivi? Mana bardoviy. Da, mana. Bardoviy. Bardoviy trenddagi rangda. Bu ham ilganda fistashkani ko'kab bunisi. Bardovisi ham sochini chiroyli bardoviy. Orqalarini ham burib ko'rsatgan. Mana, vashshe zo'r mana. Asal matosi yaqinroq bergan, matosi Belmondo mana. Belmondo juda ham zo'r. Havo o'tkazadi. Maza qilib yog'ga issiqda bahorda kiyaverasizlar. Bejivisini endi xojonalarga zo'r tushadi. Bejivisini bitta ochib ko'rsatgan-da shuni. Bejivisi xojonalarimizga rosa zo'r tushadigan rang mana. Juda ham kafeniy rang, juda ham gullari ham tiniq, mana bunaqa ro'mollarni moslab o'rasalaringiz bormi? Rosa orqa fasonni ham ko'rsat. Buni ham mana shunaqa rosa chiroyli. Muslima opa-singillarimiz shoshilamiz. Sonlari kam, yana ochilmagan, ko'rsatilmagan modellarimiz ko'p. Ipakdan paftor keldi, so'raganlar. Xo'p, mana bunaqa duboykalarimiz bor. Bahorga yengilgina duboykalar so'raganlar uchun mana shunaqa yarki rang duboykalarimizdan kelgan. Mana bunisi ham chiroyli. Ochib yuborsammi? Ochib buni ham ko'rsatib yuborganimda. Juda ham chiroyli. Duboychka so'raganlar uchun. Juda ham ranglari, neobычный. Shimini ham ko'rsat, kengana shimlari ham mana. Bemalol maza qilib kiyasizlar. Buni mana bunaqa rasvetkasi ham kelgan. Bu ham juda ham chiroyli rang, jinsiy rang. Xullas, manzilimiz Toshkent shahar Farxatskiy bozori yonida. Mana bozor mana bu yoqda Farxatskiy bozor. O'shaning yonida mana shunaqa 2 etajli do'konlar bor. O'sha yerda. Do'konimizning nomi M Shop do'koni. Kelaverasizlar. Hali yoyilmagan, ochilmagan, ko'rsatilmagan tovarlarimiz soni juda ham ko'p. Do'kon mana o'ziga yarasha, endi bir xil katta deb o'ylagandik-da, o'ziga yarasha. Bir 60 kvadrat, 57 kvadrat joyda yetadi. Hammaga ko'ylaklarimiz bor, kelaverasizlar. Juda ham chiroyli assortiment ko'ylaklar ko'p. Bu videom ozgina uzoq cho'zildi, lekin hammani ko'nglidagidek ololman deb o'ylayman. Chunki ko'pchilik do'koningizni ko'rsating, manzilni tushuntiring deyishgandi. Yana ham qo'shimcha ma'lumotlar uchun men pastda raqam qoldiraman. Endi tusholmayotgan bo'lsangiz raqamga uzr, bizga juda ham ko'p telefon bo'ladi. Balkim zaynetda tushgandirsiz. Endi sviyazi ham bilib bo'lmaydi, aloqa bo'lmasligi mumkin. Nomerlaring ishlanmaydi deb janjal qilmaysizlar, chunki soat 9 dan kechki hozirda ro'za vaqti bo'lgani uchun 5 gacha ishlayapmiz. O'shaning uchun telefonni uyda bo'lganimizda ishlatmaymiz. Lekin Telegramdan yozsalaringiz javob qaytaramiz. Mana shunaqa 150 ming shtapellarimiz, shunaqa variantlari ham bor. Endi asosan men buni hamma kutgan. keldi. Faqat ulgurib qolingizlar, yana tugab qolganda kelib tugabdi demang.
Dastavka qilib bo'lsa ham olib olingizlar. Sizlar uchun olib keltirdim obunachilarim.